Assalomu alaykum hammaga, meni kuzatayotganlar. Bugun mana Zafarobod tumani 15-sonli maktabga direktorda taklifiga binoan o'quvchilarga sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot haqida bizga ham prezentatsiya, shu bolalarga boshlang'ich tushunchani o'rgatib keting degan taklifiga binoan ertalab kelgandim. Men orqada daraxtlar bu tomonda turibdi, orqamda turibdi. O'sha joydan hozir mana bu yerda texnika chiqish qiyin ekan. Men o'sha tarafdan kelyapman hozir. Endi mana bu traktor kelayotgan tomongacha piyoda chiqishim kerak. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Ilm uchun o'sha kimgadir foydasi tegadigan, ya'ni ilm, ma'rifat uchun hech qachon inson hech nimadan qaytmasligi kerak. Chunki o'zingizga bo'lmasa ham kimgadir kelajakda foydasi tegadi, tegishi mumkin. Shuning uchun qanchadan qancha piyoda o'tadigan yo'llar, u uzoqmi, yaqinmi farqi yo'q. Mana shu o'quvchilarga o'rgatish uchun keldim men, va'damda turib. Hammaga rahmat, hammaga omad.